Assalomu alaykum. Mana 2013-yil Damas'imiz labo qilingan holatda inshaalloh tayyor bo'ldi. Ko'rishlar mumkin. Arqa tenti eshikli variantda. Hozir eshigini ichini ko'rsatib o'taman. Pollarimiz polli konteynerdan, tentlarimiz profillari rossiyskiy profil, qalin profillardan. Eshiklarimiz zavodskiy holatda. Ramalarni ko'rishlar mumkin. Ramalar polli usulini qilingan. Elektrik ishlarimizni, metan uстановkalarimizni polli qilib berdik boshqatdan. Mana salon holatlari. Salonlar polli o'ratilgan. Torpedalar sepilgan. Polli chexollarini ham birga qilib berilgan. Orqaga duvga qo'yib moslab berganmiz. Mana tent holatlari, metan holatlari. Bu mashinamiz viloyatdan kelishgan. Xudo xohlasa ertaga yana viloyatga qaytib ketishadi.